Effekt.uz tahririyatiga Yashnobod tumanidagi tadbirkor Arsen tomonidan murojaat kelib tushdi. Prezidentni joyini biz aslamini olmalı. Biz tashib yuramiz, biz ishtirok qilib tashib yuramiz. Qanday joylaydi, musorxonalaydi, xullas alkashlar o'tirib, yig'iladigan joylar bo'lgan. O'zini yashayotgan hududida qilyapti. Domini orqasi. O'shani qilyapti, lekin adolat yo'q, haqiqat yo'q. Kimga borib aytaylik bizda? Mendagi men bitta o'zim emasman. O'zbekiston bo'ylab mintalab ketgan unaqa dardi, menga o'xshagan dardi borlar. Men borsam nima uchun deb so'rasam, shunaqa qonun biz hech kim eshitmaymiz. Mana mahalla raisi tasdiqlagan shunaqa, menga mana shunaqa qilib berish kerak edi. O'sha payt qildirib olish kerak edi. O'sha payt qilish kerak edi. Hozir qilib bermaymiz. Biz tashlaymiz. Bizga hech kim ukaz emas. Bizga hech kim primayt bo'lma. Prezidentni joyini biz aslamini olmalı. Shunaqa tashlandiq joylar bo'lganda, umuman musorxona, mana shunaqa chakkalayzor, hech kim qaramaydigan nuqul pastani hammaga problema, mana shu ответственныйlarga ham, uchastkoviylarga ham. Effekt.uz tahririyatiga Yashnobod tumanidagi tadbirkor Arsen tomonidan murojaat kelib tushdi. Primayt bo'lma, prezidentni joyini biz aslamini olmalı. Prezident siyosatini biz aslamini. Mana O'zbekiston Respublika Iqtisodiyot va Moliya vazirligi huzuridagi kadastr agent Toshkent shahar boshqarmasi Yashnobod tuman bo'limida mana shu xavos kelyapti. Nimaga jamoat joyi puliga borib tushuntirsam, sizlar prezidentni joyini biz aslamimiz, prezident siyosatini biz aslamimiz, biz tashib yuramiz, biz ishtirok qilib tashib yuramiz. Qanday joylaydi, musorxonalaydi, xullas alkashlar o'tirib yig'iladigan joylar bo'lgan. Birovdan yordam so'ramadi, davlatdan pul olmadi. O'z yonidagi mablag'iga qilingan ishlarda endi hammasi sal-sal yo'lga tushganda kimni ko'ziga ko'rinib bu narsalarni to'xtatish yo'li aniq qilyapti. Nega bunga yuqoridagilar qarashmaydimi, javob bermaydimi? Qurolni olib kelib to'ktirdim, daraxtlar, ko'chatlar ekdim, sekin-sekin 3 yil davomida mana 2022-yildan mana shunaqa obodonlashtirib, shu holatgacha mana ko'rib turgan holatingizgacha keltirdingda, mana shunaqa musorxona joylaydi. Umuman hech kimga kerak emasdi mana shu. Necha yil bo'lgan bo'lsa, hech kimga kerak emasdi. Aslida mana bunaqa chiroyli holatga keltirib qo'ygandan keyin anaqa oshiqlari paydo bo'ladi. Shunaqa tashlandiq joylar bo'lganda, umuman musorxona, mana shunaqa chakkalayzor, hech kim qaramaydigan nuqul pastani hammaga problema, mana shu ответственныйlarga ham, uchastkoviylarga ham, mahallaga ham, shular keyin menga mayli qilgin, biz senga yashil kadastr qilib beramiz. Shu hammasini bu mana shu xayrli ishlarni boshlashdan oldin biz mana shu mahallada 300 ta odamdan mana живой podpis yig'ganmiz. Rozilik uchun. Shu holatga keltirganimizdan keyin hozir menga xat kelyaptiki, jamoat joyi, prezidentimizning siyosati bo'lib turganda, ekologiya yili bo'lib turganda, menga xat kelyaptiki, sizga 82 million shtraf qilamiz va siz qilgan joyingizni biz tashlaymiz degan xat kelyapti. Men borsam nima uchun deb so'rasam, shunaqa qonun biz hech kim eshitmaymiz. Mana mahalla raisi tasdiqlagan shunaqa, menga mana shunaqa qilib berish kerak edi. O'sha payt qildirib olish kerak edi. O'sha payt qilish kerak edi. Hozir qilib bermaymiz. Biz tashlaymiz. Bizga hech kim ukaz emas. Bizga hech kim primayt bo'lma. Prezidentni joyini biz aslamini olmalı. Prezident siyosatini biz aslamini. Muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich shuncha gapirib turibdi, yoshlarni, tadbirkorlarni, bunaqa xayrli ishlarni qilgan odamlarni qo'llanglar, yordam beringlar deyishda, bular keladi, svet o'chiradi, keladi. Musorxona bo'lganda hech kimga kerak emas. Mahalla raisiman Shamonov Furqat Muhammadjonovich. Raislikka may oyidan tayinlandim mana shu yangi yilda. Bag'olish ish faoliyatini olib boramiz. Mana o'zimizni fuqaro, yaxshi yigit, o'zimizni qo'limizda katta bo'lgan. Shu yashil makonni mana anchadan beri harakat qiladi. Shu musorli joylarni hammasini tozaladi. Qildi, mana daraxtlar ekdi. Endi mana shu mahalladagi fuqarolar chiqib dam oladigan, yoshlar chiqib dam oladigan joy qo'yibdi. Mahalla raisi sifatida yangi ishga tayinlangan bo'lsangiz ham o'zingizni fuqaroyingizga 2-3 ta mahallangizdagi fuqarolarni ish bilan ta'minlayotgan, shu mahallaga investitsiya kirgizgan tadbirkor sifatida nima yordam bera olasiz shu holatda? Qo'limizdan kelgancha yordam beramiz. Qani kerakli dokument bo'lsa qilib beramiz. Mana qo'liga dokumentlarni. Lekin bu dokument bilan hokimiyatga borganimizda mahalla hech kim emas, ularni ish bola emasman, baribir bizaman.
Mana shu 182 million, 82 million shtraf qilaman, baribir to'laydi. Iloji yo'q yoki o'sha yonidagi qo'shnisining nomiga o'tkazib bersin, o'sha nomidan nalog to'layveradi. Mana shunaqa gap so'zlar chiqib kelyapti-da endi. Hokimiyat tarafdan menga hech qanaqa qog'oz kelmagan. Hokimiyat menga anaqa tarafdan mana O'zbekiston Respublika Iqtisodiyot va Moliya vazirligi huzuridagi kagalator agent Toshkent shahar boshqarmasi Yashnobod tuman bo'limida mana shu qog'oz kelyapti. Nimaga jamoat joyi puliga borib tushuntirsam, sizlar prezidentni joyini buzasizlarmi? Prezident siyosatini buzasizlarmi? Biz tashlayveramiz, biz shtraf tashlayveramiz. Mani za что deyapman. Shunaqa chiroyli qilib, shu obodonlashtirib, yashil makon qilib, daraxtlar ekib, odamlarga havo bo'lsin, odamlarga nafas bo'lsin deb qo'yganimgami? Sana biz shunaqamiz deb murojaat qilamiz. Mahalla raisiga keluvdim. Mahalla raisi qo'limdan kelgan shu dalolatnoma qilib beraman. Biz senga yoningda turamiz. Endi kelib bizmoqchi bo'lsa ham erta ommaviy axborot vakillari ham kelsa, biz haqiqatni gapiramiz. Biz qo'rqadigan joyimiz yo'q, yeb qo'ygan joyimiz yo'q. Mana o'zinglar qo'yib turibsizlar. Menga amaliy nima yordam bo'lsa, biz amaliy yordam qilamiz, lekin bizani vakolatimiz juda ham kichik. Ular senga va'da qilishgan, hozir yashil makon, yashil kadastr berish kerak bo'lgan, lekin hozir u to'xtagan deyapti. Beringlar desa, o'sha payt qilish kerak. Ular ishlab yurgan payt qilish kerak. Ular menga nizomi chiqmagan, qarori chiqmagan, ana qilib beramiz. Mana shunaqa hammasi mana bunaqa bo'lib ketdi. Oxirida kim stradat qilyapti? Hamma prezident siyosatiga ishonib, mana shu prezident vakillariga ishonib, hokim vakillariga ishonib investitsiya qilyapti. Mahallasiga o'zini yashayotgan joy, boshqa borib begona joy qilmayapti. O'zini yashayotgan hududida qilyapti. Domini orqasi. O'shani qilyapti, lekin adolat yo'q, haqiqat yo'q. Kimga borib aytaylik bizda? Mendagi men bitta o'zim emasman. O'zbekiston bo'ylab mingdanlab ketgan unaqa dardi, menga o'xshagan dardi borlar. Kelib o'zi daraxtni qo'parib ketyapti, salarga qo'yib ketadi. Shunaqa deydi, xohlasang deydi, olib ket hamma narsangni, bizga xohlasang ko'chatinggacha olib ket, top-toza qilib qo'y hokimiyat. Endi bu fuqaro masalan barq qilayotgani yo'q, bunaqa nashno qilib qilayotgani yo'q. Zeleniy zona qilib qo'ydi. Mana shu fuqarolar uchun ozgina dam olib. Endi o'sha yerda kimdir kelib, pirojniy sotaman, pechenniy sotaman desa, bitta ayol kelibdi, 3 ta bolasi bilan qolib ketgan bo'lsa, men unga ham yo'q demayman. Mayli tirikchiligingni qil, halol qil, qonuniy qil, yateta ochganda mayli pirojniy sot deyman, pechenniy sot deyman. Nima deyman men o'shalarga bir ikkisin har xil ayollar bor. O'tib qolgan 3 ta bolasi bilan qolib ketgan bor. Mana menga o'xshagan hozir o'shda shashlik qilib, yakka tadbirkor qilib, o'sha bog'iga qarab, qushlarga qarab yurgan bolaga o'xshab kimdir kelsa, men unga nima deyman? Jamoat joy meni o'zim uyim bo'lmasa, mayli tirikchilik qilaman deyapti, o'g'irlik qilaman demayapti, yoki ayol kishi kelib pechenniy sotaman, fohishalik qilaman demayapti. Mayli sot, qil, qonuniy qil deb aytaman. Jamoat joyi-ku, meni uyim emas-ku, собственностьim bo'lganda boshqa edi, men unga arendaga berardim. Men hech kimga o'tda arendaga yo'q boshqa narsaga bera olmayman. Luboy kelsa mahalla, o'zimizni mahallasi fuqarosidan kelib, biz mana shu pechenniy sotamiz, bir narsa sotamiz, mana shu azim tirikchilik qilamiz, men yo'q deya olmayman ularga. Sheriklarimiz bilan rosa ko'p mehnatimiz singan betga achinamiz biz bu narsalarga. Biroq 2025-yil atrof muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yili deb e'lon qilingan bir paytda tashkil etilgan yashil makonni kadastr agentligi Toshkent shahar Yashnobod tuman bo'limi tomonidan buzish haqida xat yuborilgan. Buzishga esa tashabbuslar allaqachon boshlangan. Holat yuzasidan Effekt o'z jamoasi mazkur manzilga yetib bordi va vaziyatni o'rganib chiqdi. Assalomu alaykum. Bu kishi Assalomu alaykum. Hormang, yaxshimisiz? Charchamayapsiz? Ro'ziyev rahbariylarmi? biroq xonaga kirib gaplashsa bo'ladimi? Murojaatchimiz borda. Tuman fuqarolar, o'zlari fuqarolar. Yashil makonga. Bo'ldi, sizlarni qilalarni ko'rasiz, biz yana Mana ko'rsatdim. matbuot anaqamiz bor, shulardan so'raymiz-da. So'rang qanaqadir. Gaplashaylik. Bo'ldi. Kechaga men bu Ro'ziyev degan odamni ham chaqirib berasiz? Ro'ziyev kim? Muhammadmi? Agentlik kelishdi bular. Bizga emas. Sizlarda ham, Sizlarda ham masala bor. masala borda. Sizlarda ham bor. Sizlarga hozir bular kerakmi yo biz? Yo'q, sizlar ham Sizlar bilan ham bog'liq masala bor. Yerga boramiz. Shu yerga hozir to'xtang. Sizlarga agentlikdan chiqqan ekan. Agentlik. Bo'ldi. Siz o'zingizlarga tegishlisini ko'rib bersanglar bo'ldi. Bo'ldi, hozir gaplashaylik. Bo'ldi, tezlashtiring.
Bu yerda matbuotdan so'rash shunchalik qiyinmi? Matbuotiylardan ruxsat olish shunchalik qiyinmi? So'zim siz keldi rahbariylarni oldiga. Ha, rahbariylar kelmagan. Man ko'rdim. Siz rahbariylarni chaqirib berasizmi? Hozir borib ko'rdik. Tushunmadim. Agar joyga chiqqan bo'lsa, Sabab? Bandlar rahbari. Band bo'lsa ham tushsin. Zoomdalar rahbari. Bo'ldi, nima qilmay turingchi hozir. agar joyga chiqqan ko'rgan bo'lsangiz, Sizga nima muomala qildik? Biz sizga qanaqa muomala qildik? Siz ayolligingizni biling bo'pti. Shu xuddi shunaqa gaplashyapsiz. Qanaqa gaplashyapsiz siz bilan? O'rtog'im bo'lolmaysiz. Sizni biroz syomka qilayotgani yo'q. Maniki ham bor. yozma murojaat qilmadingizmi hali? Sizga Yozma murojaat qilmadingizmi? Ana yerda ko'rsatib qo'yilgan-ku, yozma murojaat ham qildi degan. Ya bilindamanda men keldimda. indashimiz bizga yuborgan xatdan Men o'qidik. aytdim yordam beringlar dedim o'qidim. Oke nima yordam bera olasizlar deb so'radim men. Oke. Nima dedi? Shifo yordami bizlar dedi, iloji yo'q dedi. Bizlar. Buzilishiga asos bor ekan. Qilinadi bizlar dedi. Ularni ko'rsangiz taniysizlar shu sizga. Men boshlamaman bularni. Mhm. Anaqa qiling, olib chiqing bilanki. Hozir yozma murojaat olib qolamiz. Mhm. Agentlikning ism familiyangiz nima? Azizman sizni, to'pni. O'sha anaqa qilamiz. Ism familiyam mana Doston Abduqodirov, effekt tuzum. Jurnalistman. Aka. Yo'q, bo'ldi, yozma murojaat olib qolamiz. O'sha nima savol bo'lsa shu murojaatingizni aniq qilsangiz, biz o'sha qonunni asoslantirib, nimaga bu narsa bo'lyapti, qayerdan bo'lyapti, hammasini asoslantirib javob beriladi. Xo'p, yana bitta savol, o'sha qonunlardan foydalanilayotganda o'sha yerda tashlandiqligini hisobga olib insoniylik nuqtai nazaridan ham o'sha yerda tumandagi tashlandiq joyda obodonlashtirilganligi, mingdan ortiq daraxt ekib rivojlantirganligi, o'sha tumandagi umuman ishsiz bo'lgan fuqarolarni ish bilan ta'minlaganligidan e'tiborga olasizlarmi yoki faqat qonun bilan ishlaysizlarmi? Endi biz qonun doirasidan hech kim chiqmaydi, qonun bilan ishlanadi. Yo, demoqchiman, qaysidir Narsalarni inobatga olinadimi demoqchiman. Yo'q, har doim ham qonun 100% qonunga amal qilib ishlaysizlarmi? Oladigan sud. Ichiga telefon raqamingizni qoldirasiz. Mening familiyam o'tsa to'liq yozasiz. Holat yuzasidan nima norozichilik keltirib chiqaryapti. To'liq. Bu vajlaringiz hozir. To'liq shartnoma. Bunaqa obod qilib qo'yganlarini ko'rib biz ham xursand bo'ldik. Obod qilsalar mumkin, lekin o'z boshimchalik bilan egallab olish mumkin emas. Yo'q, u paytda o'sha paytda mahallani o'sha yerdagi o'sha paytda ishlayotgan mahalla raisi bilan hokim yordamchisiga taklif bilan kirgan. Ular ruxsat bergandan keyin boshlagan. Yozma ravishda ruxsat berishganmi? Arsen aka, yozma ravishda ruxsat berilganmi? O'tiribdi yana narxda. Bo'ldi hozir o'shalarni. Ular haqiqatda anaqa Ko'rsatdimi o'sha bu iloji bo'lsa, mana hozir arizaga ilova qilib o'sha mahalla hokim yordamchisi, mahalla raisi hammasini svejisi bu. Undan oldingi hokim rais yordamchilari qilgani bor. o'sha paytda qilingani ham bor ekan. Yo'q, bo'ldi, buni hozir murojaat topib qolamiz. Keyin mana bu jarima nima uchun? Qaysi joy? Bu yerda jarima qo'llamagan, endi qo'llangan. O'shani ya'ni bizada hatto davlat talabasida bilsangiz jamoatchilik ishlash anaqamiz bor, anaqamiz. O'sha o'shalarga polniy rasmiy munosabat bilan javob beradi sizlarga. Qonunchilikdan tashqariga chiqolmaysiz. Chiqingmi, chiqmaysiz? Bizada vakolat nima deydi, o'sha o'z boshicha egallash holatini aniqlash и tegishli tartibda chora ko'rish. Hozir holatini sud hal qiladi. hozir o'sha payt Qoldirish yoki mana aytayotgan narsalar bor, ko'rib chiqmaysizlarmi degan narsani sud hal qiladi. Xo'p, o'sha paytdagi mahalla raisi, mahallani hokim yordamchisi qilib bergan dalolatnoma asos bo'la oladimi? Yer ajratishganmi? Yo'q, jarimaga tortmaslikka. Yo'q. Jarimaga yer qonun buzish holati. Yer qachon kelib chiqadi? O'sha yerga asoslantiruvchi hujjat bo'lmasa.
Asoslantiruvchi hujjat, auksion bayonnomalari, hokim qarorlari и так далее. Ha, bo'lmasa, hozir sizni fikringizdan shunaqa tushunyapmanki, ikkita davlat organ tashkiloti, ikkita davlat xodimlari bittalar chiqargan qarorda, bittalar Yo'q, qaror chiqarmagan-ku. Qanday? u yerda xulosa beryapti-yu, mahalla raisi. Xo'p, ikkalalar tarafdan ishlab chiqilayotgan masalami? Murojaatni o'sha rasmiy pulni anaqa tushuntirib, qonun yozamiz. Ha, siz bo'ldi, tushunasiz. Har doim qonun bilan ish qilasizmi? Dalolatnoma u anaqa emas-ku, rasmiy hujjat emas-ku, yuridik hujjat hisoblanmaydi-ku aka. Shu obodonlashtirayotgan tasdiqlaydigan hujjat. Yo'q. O'sha Gachan emas-da bu jarima. ha, 200 barobar. Liboyga. Bir qarashga ham, 10 qarashga ham. Zo'r ekan u, asosi yo'qmi? Qanchadir hali kvadratdan kelgan zo'r ekanda, tushum zo'r bo'lar ekan. Hech bo'lmasa bu toifa bo'lmaydimi? Toifaga bo'lmaysizlarmi? To'g'rida qonun tuziladi. Ha, sizlar o'zi umumiy qonunchilikda respublika bo'yicha yo'q-a? Kodeks. O'zi bitta. Ma'muriy kodeks Ha, olasizlar. ha. ma'muriy javob. Demoqchiman, endi ichki ishlarda ham, prokuraturada ham yoki bo'lmasa majburiy ijroda ham toifa borda. Toifaga asoslanib jarima qo'yiladi. Ha, sizlarda faqat nimada kallasini olib qo'yib. Zo'r. Aka, sizdan yana bitta bering. Kim o'shini musrof qilishgan o'sha yerda. Misol uchun hokimiyatdan yoki kadastrdan misol uchun bog'bonni pulini to'lab beringlar deyotganim yo'q. Yoki aniq suvchilarni pulini to'lab beringlar, qorovul bo'sh bo'rka qildirib, bo'sh pulini to'lab beringlar deyotganim yo'q. Ularni so'rayotganim yo'q. Buziladimi yo'qmi? Endi uni sud hal qiladi aka. Buzilish buzilmasligini balki sud buzilmasligini Kim bizga yordam beradi? Hamma keladi. Biz tashlaymiz. yo'q. Hech kim bizga Nizoni hal qiladigan sud, davlat tomonidan tasdiqlangan sudyalar bor. Sud ko'rib chiqiladi nizoni. Ammo kadastr agentligi mutasaddilari so'rovlarga aniq javob bermadi. Vaziyatni o'rganamiz deb cheklanishdi.